Assalomu alaykum. Hyundai Porter 2 avtomobilimiz 2024-yil atigi 23 ming kilometr yurgan, yoqilg'i gaz LPG zavodskoy LPG gaz. Narxi 19 million 900 ming won. Mashinamiz deyarli yangi holatda turibdi. Balonlari ham mana normali yangidek. Zanglagan joyi yo'q. Bortlari ham mana urinib ketmagan. Deyarli yangi holatda. Oldi balonlari ham yaxshi. Mashinamiz ideal holatda. Porter qadar yurgan akalarimizga Porterda ideal holatdagisi mana. Nomeri ham 4666 chiroyli nomer ekan. Salon holatlariga kelsak, Gulda multimedia boshqaradigan funksiyalari bor. Mashinamiz start stop. Sidenalar sovutadi, isitadi, rul isiydi. Hop, monitori bor. Mashinamiz palasani ham ekan. Mana kamera bilmadim 360 mi yoki yo'qmi. Black box'i bor, HiPS bor. Kaltlari ham ikkitadan. Avtomat korobka. Mashinamiz ideal holatda. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Narxi 19 million 900 ming won. Hyundai Porter 2 avtomobilimiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Yana bir aytgancha, shu joyini screenshot qilib olsanglar, ekspert qiladigan akalarimiz o'zi hisoblab beradi.